Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Rasulullohdan eshitib, umr bo'yi berkitib kelgan hadis haqida gaplashamiz. Muoz ibn Jabal bu hadisda vafot qilguncha birovga aytmagan edi. Bu qanday hadis edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu markabini minib ketar ekan, Muoz ibn Jabalni orqasiga uchqashtirib olgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ya Muoz" dedilar. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh" dedi. "Ey Muoz" dedi. "Labbayka va sa'daka ya Rasululloh." Nimaga 3 marta qaytaryapti? Ya'ni "Ey Muoz, men hozir shunday so'z aytamanki, eslab qo'ying." Shu ma'no bor edi. 3-marta "Labbayka ya Rasululloh" deganidan keyin aytdiki, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allohu alan nar." Ey Muoz,